Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Yana bir bor kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana bir bor diydorlashib turganimdan juda ham xursandman, aziz kuzatuvchilar. Bugun 2025-yil 5-iyun arafa muborak bo'lsin. Hammalaringni kirib kelayotgan Qurbon hayitlaring bilan tabriklayman. Ilohim xonadonlaringda hamisha sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, baxt, saodat hammalaringga yor bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, har doim yurtimizda arzonchilik bo'lsin, aziz kuzatuvchilar. Kirib kelgan bayramlaring hammamizga muborak bo'lsin. Allohim yanagi hayitlarga hammamizni o'ynab kulib yetkazishligini so'rab qolaman. Barchalaringda qalblaringdagi ezgu orzu tilaklaring hamisha ro'yobga chiqib, hamisha o'ynab kulib, sog' salomat bo'lib yurishlaringni so'rayman. Bizani uyimizda ham bugun bayram. Bilasizlar, biz Ishtixon tumanida ota hovlimizdamiz. Ertaga 6-iyun o'g'lim Shohruxni tug'ilgan kuni, lekin biz ertaga hayit bo'lgani uchun bugun bir kun oldin arafa kuni nishonlayapmiz. Sizlar ham marhamat qilib kelinglar, birgalashib hammamiz nishonlaymiz. Hozir Xudo xohlasa o'g'lim tug'ilgan kuniga hozir dadasi ham ishdan chiqib kelyapti. Birgalashib hammamiz mana hozir men shashlik qo'ralarga ko'mirlarni уже yoqishni boshladim dadam bilan birgalikda. Qani birgalikda bugungi kunimizni sizlar bilan bo'lishib qolaman. Bugungi bayram hammalaringga muborak bo'lsin. Birgalikda ketdik, aziz kuzatuvchilar. Kuzatuvchilar, sashiklarni qo'yib, men o'zim pishirishni boshladim. Rahman, aziz kuzatuvchilar. Men o'zim tayyorlagan shashliklarni qaranglar, qanaqa zo'r bo'lyapti. Kelinglar sizlar ham. Hali bu birinchi reysni boshladim. Bismillahirrohmanirrohim deb. Aziz kuzatuvchilar, birinchi reys shashliklarimizni pishirib oldim. Hozir qolganlarini qo'yaman. Mana qaranglar, qanaqa zo'r bo'ldi. Qo'limdan shashlik tayyorlashim kelar ekan, aziz kuzatuvchilar. Mana aziz kuzatuvchilar, ikkinchi reysni qo'ydim. Mana hozir kardonchalar bilan uplab olamiz. Mana Shohibboy. Mana 3-reysni qo'ydik. Mazasiga gap yo'q, aziz kuzatuvchilar. Albatta sizlarga retseptini biron kun aytib o'taman. Домашний retseptda tayyorladik. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Mana aziz kuzatuvchilar, shashliklarimiz tayyor bo'lyapti. Master class o'z qo'llarim bilan. Nazira o'z kanalida bugun yangilik. Shashliklarni bugun o'z qo'llarim bilan tayyorladim, chunki hali erkaklar yetib kelishgan yo'q. Dadam, ayam uchalamiz qildik. Birinchi mehmonlarimiz keldi, o'tirib maza qilib shashliklarni yeyapmiz. Sizlar ham kelinglar.
oila davrasida farzandlaringga albatta tayyorlab beringlar. Mana Shohruxda bugungi tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Ilohim o'qimishli yigitlar bo'lsin. Inshaalloh, Xudo xohlasa. Assalom qilib qo'y gruppadagilarga. Assalomu alaykum qil. Assalomu alaykum hammaga. Uyalyapti. Tovoqni olib kelib beriroqqa. Ha, boshqani bolasi ekanmi? Ha. Abdushukur turdimi debman-da. Yo, xabardor bo'lib turinglar-da boladan. Nazira o'z kanalida master class 3-reys shashliklarimiz pishdi. Kelinglar sizlar ham. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz kuzatuvchilar, bolalarga issiqlik beryapman, issiqligida yeyishsin deb. O'z qo'llarim bilan kelinglar, sizlarga ham обязательно tayyorlab beraman. Yo'q, hali turmabdi. Mana. Mana mazza, oilaviy o'tirib, dam olib, opa-ukalar, ota-bolalar, ona-bolalar hammamiz mazza qilib, hangama qilib, gurunglashib o'tiribmiz. Diydor shiringa nima yetsin, aziz kuzatuvchilar. Hali shashlik qilishda davomman. Mana mehmonlar kelgan. Mana hamma o'tiribdi. Mana Nazira o'zida master class. Ko'rdilaringmi? Mana o'zim shashliklarni pishirib, hammaga o'z qo'llarim bilan tayyorlab beryapman. Sizlar ham kelinglar. Mana hozir 1 daqiqa. Bismillahirrohmanirrohim. Umrimda birinchi marta aziz kuzatuvchilar, o'zimda ham shashlik tayyorlashim. Onajonim, dadajonim uchalamiz tayyorladik. To'g'ri, dadam aytib turdilar og'zi bilan. O'shani o'zi ham katta gap, bilasizlar. O'rgatib turdilar bizga. Onajonim ikkalamiz tayyorladik. Mana oxirigacha ham ko'mirlargacha o'zim yoqib. Mana o'sha 5-reys hozir pishiryapman buni. Mehmonlar hamma kelgan, opa-uka hammamiz shu yerdamiz. Mazza qilib o'tiribmiz. Yaxshilab yeb beramiz shashliklarni. Kim bu baba bu yoqdan ki? Mana Ashal bu Manya. Mana aziz kuzatuvchilar, sizlar ham hech ko'mirda choy qaynatib ichganmisizlar? Mana hozir ko'mirga choyliklarimizni qo'ydik. O'choqdan bitta choy ham ichamiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim deb. Kelinglar sizlar ham choy ichgani, shashliklar yegani Nazira o'z kanaliga marhamat qilinglar. Oh. Mana aziz kuzatuvchilar, shashliklar tayyor bo'lyapti. Muhammadjon, Ashal bobom yur, shashlik yeysan sana.
Havolar zo'r. Maza bugun. Havo bulutlik, shabada bor, shashliklar tayyor. Maza qilib o'tiribmiz. Kelinglar sizlar ham aziz kuzatuvchilar. Yana bir bor hammalaringga ulug' ayyom, bugungi Arafa, ertangi Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Hamisha sizlarning ham xonadonlaringda mana shunaqa sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, o'yin kulgi bo'lsin. Hech qachon sizlarning sog'liklar ketmasin. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lib, yurtboshimiz sog' salomat bo'lib, mana shunday hamisha birday xonadonlarimizda barchamiz ahil inoq o'ynab kulib yurishligimizni Alloh nasib ro'za aylasin. Bayram muborak bo'lsin. Mana va nihoyat oxirgi risni pishiryapman aziz kuzatuvchilar. Kechqurun inshaalloh Xudo xohlasa bolalarni parkka olib chiqib, istirohat bog'ida maza qilib aylantirib kelamiz. Uni ham sizlarga video obzor qilib ko'rsataman. Kanalimdan uzoqlashmanglar aziz kuzatuvchilar. Meni kuzatishda davom etinglar. Videomni shu joyda sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' salomat bo'linglar, Allohimga omonat bo'linglar. Yangi videoroliklarimni ko'rishguncha xayr aziz kuzatuvchilar.